Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram aziz guruhimiz a'zolari, Alloh subhanahu va taolo barcha qilayotgan ishinglarga Alloh taolo fayz bersin, barokat bersin, yaxshilik bersin, xayriyat bersin. Alloh subhanahu va taoloning baytini qurishlikda juda ham ko'p insonlar hissa qo'shyaptilar, unga qo'llab-quvvatlayaptilar, bizga hamroh bo'lyaptilar, bizga hamkor bo'lyaptilar. Alloh subhanahu va taolo har bir qilinayotgan bir so'm miqdorida bo'lgan ihsoniylarni Alloh taolo o'zi ajrini, savobini o'zi ko'paytirib bersin. O'zingizga ma'lumki, biz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azarkent shahridagi Doniyor bin Ozod masjidi qurilishida faol ishtirok etayotgan aziz guruhlardan bittasimiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu guruhimizga ham o'zi yaxshilik bersin, fayz bersin, barokat bersin. Chunki siz azizlarning duoyingiz sababli, siz azizlarning ihsoningiz sababli mana shunday ko'rkam bo'lgan, mana shunday chiroyli bo'lgan bir masjidni, bir Allohning uyini bino qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo har bir qilayotgan ishlarimizni ajrini, savobini o'zi ko'paytirib, o'zini mukofotini Alloh subhanahu va taolo jannat firdavslarda berishligini Xudoy taolodan so'rab qolgan bo'lamiz. Azizlar, g'ayrat qilamiz, birga harakat qilamiz, bir-birimizni qo'llarimizdan ushlab, bir-birimizga yelkadosh bo'lib, mana shu masjidimizni eng oxirgi bosqichi bo'lgan bitish va xotima bo'lgan bosqichini inshaalloh tugatib oladigan bo'lsak, mana shuni xalqimizga, mo'min musulmonlarga juda chiroyli tarzda topshirgan bo'lamiz va inshaalloh Allohning huzurida yuzimiz yorug' bo'lishligini Allohdan umid qilamiz. Allohdan juda katta umidlarimiz bor, yaxshiliklarimiz bor. Ana shu ishda barchalarimiz harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Ihson qilinglar, duo qilinglar, aksiyalarda faol bo'lib turinglar. Odam qo'shlik bilan bo'lsa ham bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh biz juda ham katta yo'lga chiqqan insonlarmiz, jannat tomon yurgan insonlarmiz. Alloh subhanahu va taolo niyatlarimizga afzaliga o'zi yetkazgan bo'lsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.